Xitoyning Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilikni davomlashtirish bilan birga sayohatchilik orqali ko'zbo'yamchilik qilishga urinishi diqqatni tortib kelgan edi. 7 mart kuni Amerika Davlat Majlisiga qarashli Xitoy ishlari ijroiya komitetining qo'shma raislaridan Kristofer Simis va Jeb Merkelining 4 parcha ochiq xatida yana bir qatim aks etdi. Bu maktublarning birinchisi Amerika Davlat ishlar kotibi Antony Blinkenga yozilgan bo'lib, davlat ishlar kotibotligini qirg'inchilik ham davom qilayotgan rayonga sayohatga berishni cheklash haqida tegishli tadbirlarni elishga da'vat qilgan. Maktubda alayda qilib Amerika fuqarolari, yeşil karta sohiblari va boshqa shirkatlar Xinjiangga sayohatga berishning amaliyoti zulmga va jinoyatlarga yontaya bo'lganligi to'g'risida ogohlantirishi lozim deyiladi. Atalmış Uyghur Abdunum Rayonluq Partikomining sekretari Ma Shungri Beijingda ichilayotgan ishki yig'in mezgilida muxbirlarning savollariga javob bergan. O so'zida navbatda Uyghur rayonida yo'lga qo'yilayotgan islom dinini xitoylashtirish siyosatining muqarrar yo'linishi ekanligini, buning izchil davom qilayotganligini bildirgan. O 7 mart kuni o'tkazilgan axborot yig'inida mundaq degan: Xinjiangda islom dinini xitoylashtirishning zarurligi hammaylanga ayon. Bu qechib qutlug'ini bo'lmaydigan muqarrar yuzilnish. Mashungri yana chet ellardagi mutaxassislar assimilyatsiya siyosati deb atayotgan Xitoy rayonidagi millatlar ittifoqligi va millatlarning yo'g'rilishini tiziltiradigan siyosat ham tadbirlarning davomli yo'lga qo'yilganligini ilgari surgan. Bugun yana 3-oyning 8-kuni Xalqaro ayollar bayramida aktiv harakat qilayotgan kishilik huquq tashkiloti bo'lgan Uyg'ur harakati bayonot e'lon qilib, barliq ayollar huquq tashkilotlarini Xitoy ishg'oli ostidagi Sharq Turkistonda jazo lagerlari va turmalarda qiyin qistoqqa uchrayotgan va ezilgan Uyg'ur ayollarga harakat qilinishga chaqirdi. Uyg'ur ayollar huquq harakati va organlarni harakatga kelib, kimligi, e'tiqodi va jinsiy sababdan zulmga uchirgan Uyg'ur ayollarining izzat hurmati va erkinligini qo'g'dash uchun harakatga kelishga taklif qildi. Amerikada yana bir nafar Xitoy injener savdo maxfiyatligini o'g'irlaganligi uchun qo'lga olingan. Birlashma agentligining xabar qilishicha, 38 yoshli Xitoy fuqarosi Deng Linwei 2019 yildan boshlab Google shirkatida yumshoq detal injeneri bo'lib ishlagan bo'lib, u bu jarayonda Googlening sun'iy aql texnikasiga munosabatlik intayin muhim savdo uchurlarini o'zining xususiy tor ombiriga ko'chirgan. Ondan u keyingi bir qancha hafta ichida Xitoydagi yangi texnik shirkatlar bilan ko'rishishga boshlagan. U hatto Xitoyga berib, bu shirkatlardagi mablag' sog'uvchilar yig'iniga qatnashgan. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Amerika Xitoyning taraqqiyotini besishga urinyotdi degan. O 7 mart kuni muxbirlarga so'z qilib, Amerika Xitoy haqidagi xato qarshida chang turayotdi. Prezident Joe Biden bilan Xi Jinpingning o'tgan yili noyabrdagi uchrashishdan keyingi ba'zi ilgarilashlarga qaramay, Amerika bu pozitsiyasini o'zgartmadi degan. U bu so'zlarni Beijingdagi ichki qurultayning axborot e'lon qilish yig'inida qilgan. O so'zida Amerikaning Xitoyga qo'ygan bir qator savdo cheklamalari va tadbirlarining oyiqi uzilmayotganligini aytib, Amerikaning Xitoyga ortmoqchi bo'lgan jinoyatlari kishining ishongisi kelmaydigan darajaga yetdi deb og'irlagan. 2 yilga yaqin tirishchanlikdan keyin Shvetsiya Washingtonda o'tkazilgan marosimda Shimoliy Atlantik aktiv tashkilotiga rasmiy qatnashdi. Amerika Davlat ishlar kotibi Blinken bizning Shimoliy Atlantik aktiv tashkiloti ittifoqdoshlarimiz ilgirkiga qaraganda texmi kuchli, texmi cho'ng dedi. Shvetsiya tashqi siyosatida obida xarakterli qadam tashlab, rasmiy holda Shimoliy Atlantik aktiv tashkilotining 32-chi a'zosiga aylandi. Shvetsiya bosh ministri Ulf Kristersson Washingtonda o'tkazilgan marosimda Antony Blinkenga Stokgolmning ittifoqqa kirish iltimosini yetkazdi.